Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Birinchi o'rinda ko'rsatib o'tadigan narsam kanalga mana post joylagandim. Hozir mana shu pulni chiqarib ko'rsatib beraman va qanday qilib mana shu bot orqali ko'proq pul ishlashovlarini ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. O'tkazmasdan ko'ringlar, tushunishlar oson bo'ladi. Xullas, yana bir yangilik. Kanalimizga doir sayt yaratib qo'ydim. Mana shu saytda mana ko'rishingiz mumkin. Kanalimiz biosida bor. Ustiga bosamiz, mana saytga kirib ketadi. Bu yerda qanday qilib videolar bo'yicha o'z fikrlarimni qoldirganman, ya'ni maqolalar bor, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ideal emas, sodda tuzilgan sayt va barcha ma'lumotlarni, qo'shimcha yangiliklarni mana shu saytga ham joylab boraman. Albatta kirib, mana bu yerda 3 ta nuqta bor, mana shuni ustiga bosib, mana bu yerda podpiska turadi. Mana shuni bosib qo'ysangiz, barcha ma'lumotlarni ko'rib turish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, agar siz bu bot haqida ma'lumot olmagan bo'lsangiz, bu haqida video joylaganman. Mana YouTube kanalimga video joylaganman. Ko'rishingiz mumkin. Mana shuni ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Bot haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Hozir qisqacha tushuntiraman va pulni chiqarib ko'rsataman. Demak, botga kirib olamiz. Buning uchun havola tugmasini bosamiz. Mana shu postni havola tugmasini ustiga bosamiz va boshlash tugmasini bosamiz. Botga kiradi. Mana kirgandan so'ng qisqacha ma'lumot berib o'taman. Demak, yuqoriga e'tibor beramiz. Mana bu energiyamiz, ya'ni mana shuni o'yin o'ynash orqali mana bu kartalarga almashtiramiz. Bu yerda bizga spin berilgan, ya'ni mana shu barabanda mana shu kartalar tushadi, qanchadir miqdor. Barabanda yutganimizda mana shu yerga qo'shib boriladi va buni konkursga tikamiz va bu bizga qancha ko'p bo'lsa, yutish imkoniyatimiz, konkursda yutish imkoniyatimiz shuncha ko'p bo'ladi. Endi asosan o'ynaladigan o'yinlar mana shuni ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda asosiy, hozir mana bu o'yin yangi qo'shildi. O'tgan videoda bu o'yin yo'q edi. Mana shu o'yin, keyingisi mana bu, keyin spinner. Mana shu 3 ta o'yin bizga asosiy pul ishlash vazifasini bajaradi, ya'ni karta ishlash vazifasini bajaradi. Qisqacha to'xtalib o'taman. Demak, birinchisi, bu o'yinda biz mana bu ikkala raqam, ya'ni 5 raqami, 5 ta. Mana shu 5 raqami keyingi, bu toshlar keyingi tushadiganini taxmin qilamiz. Ya'ni 5 raqamidan katta bo'ladimi yoki kichkina bo'ladi? Mana buni tanlasak, qizil tugmani tanlasak 5 dan kichkina bo'ladi. Mana bu yashil tugmani tanlasak 5 dan katta bo'ladi. Men buni tanlayman va bizga 5 ta energiyamizni yo'qotadi. Mana hozir bizda 6 chiqdi. Endi 10 tadan energiya o'ynaladi. Agar mana bu sariq tugmani bosib qo'ysangiz, sizga 50 ta karta mana bu yerdagi hisobingizga qo'shiladi. Agar keyingisini to'g'ri topsangiz, mana bu 100 taga aylanadi. Lekin to'g'ri topolmasangiz mana shu kartalardan ayrilasiz. Mana to'g'ri topdik, ya'ni 50 ta karta. To'liq ma'lumotni, to'liq o'yin nimalarini keyingi oldingi videomizdan ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi yangi o'yin haqida ma'lumot berib o'taman. Bu yerda karta tikasiz, energiya tikasiz mana. Mana bu yerga energiya tikasiz. Bu yerda 10 ta energiyada mana 1000 ta. Birinchi o'rinda marraga yetib olsangiz, mana bu yerdan o'zingizga kerakli personaj tanlaysiz. Birinchi yetib olsangiz 1000 taga aylantirib olish imkoniyati bo'ladi. Men 20 ta tikaman va mana bu personajni tanlayman. Start tugmasini bosaman. Mana bu yo'lakda yugurayotgan, mana bu bizning personaj. Orqada qolib ketyapti. Lekin bizga eng oxirida borsa ham qanchadir miqdorda kartalar taqdim etadi. Uchinchi o'rinda 200 ta karta berdi. Xullas mana shunday qilib kartalarimizni ko'paytirib olsak bo'ladi. Keyingisi spin.
просто spinda aylantiramiz. Chiqqan kartalar hisobga qo'shilib boradi. Endi $5 tikamiz. Mana $5 join tugmasini bosamiz. Bu yerdan 100 ta, 500 ta, 1000 ta xohlasangiz mana bu yerga o'zingiz yozishingiz mumkin va hamma kartalaringizni tikishingiz mumkin. Men hozir tikmayman. Sizlarga zo'r yo'lini aytadigan bo'lsam, buni yangi saytimda ham aytib o'tganman. Agar kirib qiziqib o'qib ko'rsalaring, barcha ma'lumotlarni, yo'llarini ketma-ketlikda tushuntirib berganman. Yangi ma'lumotlar bilan. Mana bu kartani 100 ga qilib, 100 ga yig'ib, ya'ni asosan referal va spin aylantirish bilan 100 ga qilsalang bo'ladi va energiyani o'ynab 100 ga qilsalang bo'ladi. Uzog'i 2 kunda men 100 ga qila oldim. Shuni 100 ga qilib turib, $5 konkursga tiksalaring $2,5 yutish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi mana bu $2,5 chiqarib olamiz. Buning uchun hamyonni ulab qo'yganman. Mana bu sariq tugmaga bosaman. Bu yerga ana USDT ton. USDT qilib ham ton qilib chiqarsangiz ham bo'ladi. Chiqarishni bosamiz. Va yana chiqarishni bosamiz. Kutamiz. Balansimiz 0 bo'lib qoldi. Ishlagan pulimiz umumiy chiqyapti. Bu yerda qancha chiqarganimiz ham chiqib turibdi. Mana. Hop, endi walletga kirib ko'ramiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu summa tushgan. Ishonch uchun mana chiqarmani ko'rsatib berdim, 100% ishonchli. Agar meni pastda qoldirgan men havolalar orqali o'tsangiz, sizga ko'proq bonuslar ajratiladi. To'g'ri, menga ham qanchadir energiya berishi mumkin, lekin havola orqali o'tsangiz menga referal bo'lasiz va sizga ham qanchadir miqdorda bonuslar beradi. Albatta, o'yin ko'proq o'ynashingiz uchun bonuslar juda katta yordam beradi. Mana bugun qabul qilingan. Ustiga ham bosib ko'rsataman. Hop, mana qabul qilindi. Xohlasangiz videoni orqaga aylantirib ko'rib olishingiz mumkin. Qaytarib 23:10 mana 2 daqiqada chiqarib oldik. Bot havolasini yana Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Agar yo'q bo'lsa Telegram kanaliga kirasiz. Sal teparoqqa chiqqaningizda mana bu yerda $2,5 ishlanganini posti joylangan va mana bu havola ustiga bossangiz, botga avtomatik kirib ketadi yoki teparoqda yana mana pul ishlash deb tashlab qo'yganman. Mana shu havolani ustiga bossangiz ham mana shu botga kirib ketadi. Albatta video foydali bo'ldi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing, fikrlaringizni qoldiring kommentariyada. Savollaringiz bo'lsa bemalol Telegram botimizdan yozishingiz mumkin bo'ladi. Albatta qo'limizdan kelgancha javob beramiz. Sog' bo'ling, salomat